Bugun men sizlarga o'z uyimni ko'rsataman. Bu uy mijozlar uchun emas, balki men uchun va meni oilam uchun yaratilgan. Shuning uchun aynan bu yerda hamma narsa men xohlaganday. Mehmonxona aslida uyning yuragi hisoblanadi. Bu yerda men asosan e'tiborni qulaylikka va shinamlikka qaratdim. Natijada mehmonlar bilan yig'ilganda shirin suhbat qurish va hordiq chiqarish uchun juda qulay makon bo'ldi. Asosiy aksentni xonani maksimal darajada keng qilib ko'rsatish va funksional zonalarga ajratish edi. Shu sababli studio shaklida ko'rinish qilib, oshxona va mehmonxonani ajratishda yig'iladigan перегородка eshiklardan foydalanganman. Sababi taom tayyorlanayotgan jarayonida hidlar boshqa xonaga tarqalmasligi kerak. Albatta, men ko'rkamlik uchun kerakli detallarni qo'shdim. Ayol kishi doim gullarni sevadi. Gullar aslida butun borliqni go'zallashtiradi, kayfiyatni ko'taradi. Albatta, ularga doim parvarish kerak, lekin men bunga yetarlicha vaqt ajratolmaganim uchun ularni bu ko'rinishda yaratdim. Uy faqatgina oq-qora rangda bo'lmasligi uchun mana shu devorda jonlilikni beruvchi o'simlik barglarini relyef ko'rinishida devorda aks etganman. Yashil rang asab tizimini tinchlantiradi, stressni kamaytiradi. Shuning uchun ham dam olish xonalarida qo'llash kerak. Asosan oilada shirin taomlarni ayol kishi tayyorlaydi, lekin men ishqiboz emasman. Bu yerda onajonim hissalari ko'proq, shuning uchun oshxonani malikasi ularning har bitta iltimoslari inobatga olingan. Aslida oshxonada mebellarda qora rangni kerakdan ortiq ishlatishni tavsiya qilmayman. Sababi u xonani hajmini yanada kichraytiradi. Buni oldini olish maqsadida mebellarni yorqinlik berib, podsvetkali ishlatganman. Qorong'ulik miyada melatonin, ya'ni uyqu gormonini ishlab chiqarishini kuchaytiradi. Shu sababdan odam tezroq uxlab qoladi va uyqu sifatli bo'ladi. Shuning uchun qorong'ulikni maksimal yetkazib berish uchun tim qora barxit effektli dekorativ bo'yoqlarni ishlatganman. Dizayner uyining ko'rinishi, uning xarakteri va falsafasining ifodasi.